Assalomu alaykum, sizlar bilan men Alimardon va Our Fight degan kanalga xush kelibsiz. Va bu videoda biz telefonda qanday qilib stream qilishni o'rganamiz. Hammasi ketdi. Bizga birinchi o'rinda Prism Live degan ilova kerak bo'ladi. Va buni Play Marketda topish oson. Prism Live Studio. Ana birinchi chiqarib o'rganisizlar, ustun qila olasizlar. Ustun qilgandan keyin ichiga kiramiz. Keyin o'rtada Google'ni bosamiz. Keyin akkauntni yozamiz. Google akkauntni. Keyin Google ustiga yapti bosib, yana uchmarta shu atfashina degan yozadi. Bosamiz. Keyin Google ustiga yapti bosasak kiradi. Agar akkauntni to'g'ri yozgan bo'lsa. Va keyin birinchi ekranga bosamiz. Keyin shu narsaga kirib olamiz. Keyin bitta mikrofon vaqt kerak. Agar vaqt bo'lmasa, saytini efirlar ishlamay qoladi, ya'ni ovozini chiqmay turadi. Keyin bitta bosib chiqib ketamiz. Keyin bittaga nashrga bo'limiga kiramiz. Keyin buni 916 format shorts stream bo'lsa katta stream. Bizda hozircha shorts bo'lsin. Keyin buni kirib olamiz. Mana shu redaktor narsa bosamiz. Keyin bitta biz nima qo'shib bo'ladi? Masalan, chatni plus bosasizlar. Chatni bosib chat qo'shiladi bo'ladi. Keyin bu tipda oson bosasizlar, ana bo'ldi. Chat payda tursin, shunaqa chiqaman. Keyin bo'ldi. Endi chiqib ketamiz. Chiqib ketdik. Keyin bitta bosib o'shanga pastaga bosamiz. Keyin bunda streamni betiga rasm qo'shib bo'ladi. Masalan, mana rasmni qo'yamiz. Ya'ni stream boshlash bilan sal o'nga biz qilib bizga bu hozircha kerak emas. Yaxshimiz chiqamiz. Ya biz Google pastaga redini bosamiz. Keyin mittog'i plusni bosamiz. Mittog'i o'rtadagi YouTube'ni bosamiz. Tepada keyin buni bosamiz. Keyin bitta biz Google akkauntlarni yozamiz. Keyin bitta o'sha Google akkauntlarni parolni yozamiz. Keyin esa passwordlarni ikkinchi dog'i projekt bosib ketamiz. Sizlar boshqalar ko'rish mumkin, chunki meniki yana shunaqa ikkinchi dog'ni bosib ketaveramiz. YouTube'imiz ularni birinchidan men kanalni mana shuni sarg'ini bosib qo'yamiz. Ularni kanalini u qaytib kelmas bo'ldi. Chiqamiz. Keyin mittog'i 720 poni bosamiz. Bosdik. Keyin birinchi dog'i 720 poni uzatib qo'yamiz. Masalan, 8 pon eng yaxshi deb o'ylayman, bosamiz. Keyin ikkinchi dog'iga kiramiz. Mana shu birinchi tush kerak, birinchi dog'ida. Keyin
3-ga kirib max to'yimda turgan yaxshi. Agar telefonlar zo'roq bo'lsa max 6000 ga qo'yinglar. Menga hozir to'yim yaxshi. Bosamiz keyin 3-chi 30 fps, ya'ni 60 fps eng yaxshirog'i. Pastdagi 2 sekund, ya'ni stream boshlanish vaqti. Biz endi 3 ga qo'yamiz, ya'ni bosim bilan 3 sekunddan boshlar. Mana go live'ni bossam boshlanadi. Lekin oldin mochonni bo'ldi. Pastdagi go live'ni boshlangan. Men katta go live'ni efe boshlanadi. Siz boshlanishni o'rgatib qo'yaman. Mana go live'ni boslasizlar, dani boslasizlar, shu yerda ham chiqadi. Keyin hajatni boshlangan. Pastdagi hajat turibdi. Sizda boshlash degan narsa chiqadi. Agar telefon o'zi bo'lsa, o'shan boshlangan mana. Ha, aytgancha bu YouTube kanalida 50 ta obuna bo'lsanglargina keyin boshlanadi. Agar boshlanmaydi. Yo ertaga o'tishim kerak.